Koloproktologiya yo'nalishiga tegishli bo'lgan kasalliklar hozirgi kunda 200 tadan oshiq kasallik bor. Yoshi katta aholini 75% da gemoroy uchrashi statistikasi bor. Lekin bularni tibbiy xizmatga muhtoj qismi taxminan 10%. 1000 tadan 100 tacha bemor, 120 tacha bemor tibbiy xizmatga muhtoj bo'ladi. Asosiy sabablari nimadan iborat? Ilmiy jihatdan hali oxirigacha yetilmagan. Ko'pchilik o'ylaydi, og'ir narsa ko'tarishdan, lekin hamma og'ir ko'taradiganlarda hammasida bo'lmaydi. Birinchi navbatda irsiy omil. Hozirgi kunda ayniqsa topga chiqayotgan sabab hojatxonada uzoq o'tirish. Bundan tashqari ayollarimizda ko'p murojaat qiladigan qism bor. Bular homiladorlik va tug'ruq. Ich qotishi yuqorida sanagan kasalliklarimizning hammasini tagida bo'lishi mumkin. Hammasini asosi shundan boshlanishi mumkin. Ichakni haddan tashqari yo'g'on ichakni uzunligi o'zgasi. Yo'g'on ichakning o'zini kengayib ketishini megakolon. Ichakning uzunligi asosan tug'ma. Mutaxassis sifatida aynan nima uchun bu sohani tanlaganligingizni aytib o'tsangiz. Bu mutaxassis tanlashimda eng asosiy sabab ustozim bo'ladilar. Shu magistraturada umumiy xirurgiya yo'nalishi bo'yicha o'qishga kirgan paytimizda operatsiya jarayonini tomosha qilishga kirmoqchi bo'lib turgan joyimizda assistentlikka olib kirganlar bizani ham. Va shunda assistent bo'lib kirish o'zi katta narsa hisoblangan bizda. Va operatsiya davomida ustozimiz mana bu operatsiyani ketma-ketligida fikrimizni ham so'raganida, fikrimizni so'ragan. Shunda yana ham qiziqish kuchaygan. Chunki kim ustoz bo'lib turib ham bizani fikrimizni inobatga olar ekanda, eshitar ekanda bizani ham deb o'ylab, Ustozingizni ham aytib o'tib ketsangiz bo'ladi, albatta. Ustozimiz Rustamov Abdusamad Eshmuradovich o'sha hozirgi kunda professor, Milliy tibbiyot markazida proktologiya bo'limini ilmiy rahbari hisoblanadi. O'sha proktologiya sohasining legendalaridan bittasi O'zbekistondagi. Eng cho'qqisi desam. Cho'qqisi. Ya'ni har bitta sohani maestrosi bo'ladi. Ustozlari u kishi proktologiya sohasini O'zbekistondagi eng o'sha oliy toifadagi mutaxassis hisoblanar ekanlar. Shunday insonni shogirdlar bilan gaplashayotganimizdan xursandmiz. Sog' salomat bo'ling. Endi soha tushunarli, ya'ni siz ustozingizni turtkalar bilan proktologiya sohasini tanlagan ekansiz. Odamlarga proktologni birinchi momentdan, ya'ni suhbatimizni ilk qismidanoq tushuntirib ketaylik. Proktolog nima bilan shug'ullanadi? Proktolog bu o'zi qisqartma. Biroz qisqartirilgan so'z. O'zi to'lig'i koloproktolog bo'ladi. Koloproktolog degani yo'g'on ichak va to'g'ri ichak kasalliklarini davolash bo'yicha, aniqlash, davolash bo'yicha olib boriladigan tibbiyotning sohasi hisoblanadi. Grekcha so'zdan olingan. Kolos degani yo'g'on ichak. Kolon degani yo'g'on ichak. Proktos degani to'g'ri ichak. Xo'p, aktual mavzular. Koloproktologiya yo'nalishiga tegishli bo'lgan kasalliklar hozirgi kunda 200 tadan oshiq kasallik bor. Koloproktologiya yo'nalishida. Ya'ni eng ko'p uchraydigan mana top bo'ladi-yu, trenddagi. Eng ko'p uchraydigani endi bir ovozda bu gemoroy. Gemoroy qanchalik ko'p uchraydi? O'zi odatda tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan gemoroy bilan murojaat qiladigan bemorlar soni ko'p o'zi. Xalq orasida taxminan hattoki 60-70% Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkilotini statistikasiga asoslanadigan bo'lsak, hatto 75% aholida, katta aholida, yoshi katta aholini 75% da gemoroy uchrashi statistikasi bor. Lekin bularni tibbiy xizmatga muhtoj qismi taxminan 10%. 1000 tadan 100 tacha bemor, 120 tacha bemor tibbiy xizmatga muhtoj bo'ladi.
gemoroy bo'yicha. Gemoroy asosiy sabablari nimadan iborat? Bizni kuzatuvchilarimizga bu eng muhim narsa, eng qiziq narsa. Nimaga mana shunaqa narsa? Birovga ayta olmaydi bu mavzuni. Birov bilan o'rtoqlasha olmaydi. Gemoroyni endi birinchi belgisi, Yo, belgisi emas, sabablari. Sabablari. Aniq bir sababi ilmiy jihatdan hali oxirigacha yetilmagan. Nimadan bunaqa bo'ladi? Masalan, ko'pchilik o'ylaydi, masalan, og'ir narsa ko'tarishdan, lekin hamma og'ir ko'taradiganlarda hammasida bo'lmaydi. Endi bir necha faktorlar bor bu gemoroy kelib chiqishiga sabab bo'ladigan. Birinchi navbatda irsiy omil. Masalan, bemorlarni murojaat qilib kelgan bemorlarning ko'pchiligidan so'ralganda ota-onalarida, yaqin qarindoshlarida, buvilarida, dodalarida bo'lishini aytadi. Nasliy faktor. Nasliy faktor eng muhim hisoblanadi. Undan keyin mana zararli odatlar, ayrim hozirgi kunda ayniqsa topga chiqayotgan sabab hojatxonada uzoq o'tirish. Telefon bilan kirib shu ijtimoiy tarmoqlarmi, boshqami, gazeta o'qishmi, shunaqa. Gazeta o'qimayapti shekilli, hech kim hojatxonada, hozir faqat telefon titishyapti. O'sha telefon bilan uzoqroq qolib ketilsa, ikkinchi sababi shu. Keyin albatta og'ir ko'tarish ham sabab bo'ladi. Og'ir ko'tarish bu masalan o'zini ko'tara oladigan og'irligidan ko'ra og'irroq narsani ko'tarishga to'g'ri keladi. Bu bir kishida bo'lishi mumkin. Ishxonada shkaf suradi, shundan bo'lishi mumkin. Og'ir ko'tarish. Undan tashqari ayollarimizda ko'p murojaat qiladigan qismi bor. Bular homiladorlik va tug'ruq protsessi aynan. O'sha homiladorlik ko'proq ham sabab bo'ladi ayollar. Treshinalarchi? Gemoroy boshqa narsa, treshina boshqa narsa. Treshina bu anal yorig'i, ya'ni anaderma deydi tibbiyot tilida. To'g'richakni o'sha ustini qoplab turadigan shilliq qavatni anaderma deydi. O'sha shilliq qavatda darz ketish bo'ladi. Ya'ni qattiqroq axlat chiqayotgan payt anal kanalini shu elastikligi kam qismini yirtib chiqib ketadi axlat. Shu narsa anal yorig'i deyiladi. Bu umuman boshqa kasallik, gemoroy emas. Buni birinchi belgilari va asosiy belgisi og'riq. Muntazam og'riq. Muntazam og'riq. Hojatdan keyin ayniqsa kuchayadi. Bir necha daqiqadan, ayrim bemorlarimizda sutkalab ham davom etadi. Bir sutka ham og'riq qolmaydi. Parapraktit bu yiringli kasallik, to'g'richak atrof to'qimalarini, yumshoq to'qimalarni yiringli kasallik hisoblanadi. Bu ham odatda ko'p uchraydigan kasalliklardan biri. Ikki xil ko'rinishi bor parapraktitni. O'tkir parapraktit, ya'ni yiring yig'ilishi bilan, aktiv yiring yig'ilishi bilan kechadi. Ikkinchisi surunkali, ya'ni aktiv yiring yig'ish bosqichida yo o'zi to'qimani yorib chiqib ketadi yiring, yo bo'lmasa xirurgik aralashuv talab qiladi. Kesiladi, yiring chiqadi va o'sha yiring chiqadigan yo'li va birlamchi yiring tushgan o'choq, ya'ni darvozasi, yiring darvozasi orasida surunkali yiring oqadigan yo'l paydo bo'lib qoladi. Bular ham parapraktit guruhiga kiritiladi. Odatda proktologik kasalliklarni taxminan 15-20% tashkil qiladi. Mana siz suhbatimiz boshida 200 ga yaqin turdagi kasalliklar bilan shug'ullanadi dedingiz. Lekin asosan xalq tilida ko'p uchraydigan, xalq o'zi umuman murojaat qiladigan va internetdan qidirib topishga harakat qiladigan 3 ta kasallik haqida ozgina ma'lumot berdik. Eng asosiylari bular. Endi qarang, ich qotishi to'g'ridan to'g'ri mana shu 3 ta sanagan kasalligimizni sababi bo'la oladimi yoki bu mifmi? Albatta. Ich qotishi yuqorida sanagan kasalliklarimizni hammasini tagida bo'lishi mumkin. Hammasini asosi shundan boshlanishi mumkin. Chunki hazm yo'lidagi, me'da ichak traktidagi funksional buzilishlar borib organik buzilishlarga olib keladi. Ya'ni ish faoliyatini buzilishi keyinchalik o'sha yaqqol yuzaga keladigan kasalliklarga sabab bo'ladi.
Yana bu orada bir savolni iltimos qilishgan edi. Shu savolni ham qo'shib kirgizib ketaman. Ichakni haddan tashqari yo'g'on ichakni uzunligi. Shunaqa holat ko'p uchrar ekan. Ha. Kasallik nomini hozir men yodimga sigma holat, Dolixa sigma holat. Sigmasimon ichakni uzunligini Dolixa sigma deydi. Yo'g'on ichakni o'zini kengayib ketishini megakolon deydi. Megakolon. Albatta bu kasalliklar ichakni uzunligi asosan tug'ma faktor. Patologiyami yoki patologiya emasmi? Qachonki ichak ichida ichakni uzunligi sababli axlatni evakuatsiyasi, ya'ni axlatni ichak ichidan o'tishiga ta'sir qilsa tezligiga. Masalan, kimlarnidir ichagi uzun, umrini oxirigacha bilmaydi. Ya'ni ichi har kun bir marta keladi yo 2 kunda bir marta keladi. Norma chegarasida ichi kelib yuradi. Buni bilolmaydi u odam, hech qachon ichagini tekshirmagunicha bilolmaydi. Ya'ni hech qanaqa buzilish, unda shikoyatlar bo'lmaydi. U odam bilolmaydi uni ichagi uzunmi, qisqami bilolmaydi. Qachon tekshirganimizda chiqadi, ular demak bizga shikoyat bilan kelgan bemorlar ich kelish qiyinligi yoki axlat kelmay vergan sayin, masalan 2-3 kun kelmasa qorinda og'riqlar, buraydigan og'riqlar, haddan ortiq gaz to'planib uni chiqarishga qiyinligi, shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilganda tekshiramiz. Ichak uzunligini aniqlaymiz. Demak, bu bemorda ichakning uzunligi ma'lum bir kasallikka sabab bo'lgani. Dolixa sigmani diagnostikasi qanaqa kechadi? Ya'ni ichaklarni odatda apparat yordamida ko'rib bo'lmaydi. Xuddi shunaqa. Ichakni tekshiradigan usul Dolixa sigmani aniqlaydigan aynan usul bu irrigografiya tekshiruvi. Irrigografiya bu yo'g'on ichak axlat massasidan tozalanadi. Tozalangandan keyin klizma deylik, oddiy tilda. Xuddi shunaqa klizma qilinadi yoki o'sha spesial surgi dorilar bor, ichakni tekshiruvga tayyorlaydigan dori. O'shani ichgandan keyin bari yordamida qo'shimcha bari yordamida tekshiriladi. Orqa tomon. Chunki bari siz ya'ni rentgenda tushirilganda bari yuborilmasa ko'rinmaydi ichak. Shuning uchun bari yordamida tekshiriladi. Endi qarang, odamlardagi mana shu 3-4 ta kasallik bo'yicha murojaat, yana keyingi savolga o'tib ketmasimdan bitta savolni tugatib ketay, kechirasiz. Dolixa sigmani davolash usuli bu faqat operatsiya jarrohlik amaliyotimi yoki boshqacha usuli bormi? Ichak hech qanaqasiga qisqarib qolmaydi dorilar bilan. Dorilar bilan qisqarmaydi. Dorilar bilan qisqarib, o'zini xuddi ixcham shaklda bo'lmaydi. Chunki u tug'ma shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin edi, va yuqorida aytdik. Odam shu uzun ichagi bilan tug'ilgan bo'ladi. Endi bitta narsa qarang. Semiz odam birdaniga vez tashadi. Dolixa sigma holat kelib chiqishi mumkinmi? Yo'q. Bu aloqasi yo'q ya'ni. Yo'q. Shunaqa mif bor-da. Semiz edim, ozdim, vez tashladim, menda Dolixa sigma keyin paydo bo'ldi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Shuni proktolog sifatida fikringiz. Ya'ni semiz odam semizligini sababi ichak hisobiga semirmaydi, yog' hisobiga va tanasidagi masalan jismoniy harakat qilib semiradigan odam bo'lsa, unda tanasidagi muskul massasi yoki yog' massasi hisobiga kattalashadi odam. Ichak massasi hisobiga emas. Shunaqa. Demak, davolash usuli, yagona usuli bu operatsiya. Yo'q, har doim ham operatsiyaga yugurilmaydi. Avvaliga agar ichakni evakuatsiya, ya'ni axlat o'tish, gaz o'tish funksiyasini tiklay olsak, dori-darmon bilan yoki o'sha bemorni hayot tarzini o'zgartirib tiklay olsak, unga yetarli shu narsa. Demak, jiddiy xavf ham deb bo'lmaydi, lekin be'etiboran qoldirib bo'lmaydi. Chunki ayrim holatlarda ichak buralib qolish xavfi bor. Uzun ichak buralib qolish xavfi bor. Bu juda ham yomon oqibatga olib keladi. Proktologga borishdan odamlarni eng katta qo'rquvi nima deb o'ylaysiz? Mana stomatolog va proktolog shu ikkita soha vakillariga deyarli odamlar murojaat qilishga qo'rqadi. Nima uchun? Birinchi navbatda deb o'ylayman, bu og'riq bo'lsa kerak, buni ko'riklar deydi odam. Va keyingidan endi bu ijtimoiy stereotiplarimizdan, ya'ni mentalitetimizga bog'liq. Sababi endi avrat joylarini hamma odamga ba'zan doktor bo'lsa ham ko'rsatgisi kelmaydi, albatta. Bu shunaqa sababi. Keyin yana bitta sababi bor. Bular masalan oldin o'tkazilgan hayotidagi opiti, masalan bir safar borganda
Например, bizda ko'p bo'ladi paropraktik bilan kelgan bemorlarni yiringini hammasini ham narkozda qilish iloji bo'lmaydi-da. Shu mahalliy anesteziya, mahalliy og'riqsizlantirib kesganda bemor og'riq his qiladi, keyingi safar illo billo yaqinlashmayman. Yaqinlashmayman. Tushunarli. O'zi kolonoskopiya haqida o'zi og'riqli prosesmi yoki diagnostikasigacha bo'lgan proses? Kolonoskopiya bu endi yog'inchakni tekshiruv eng standartga kiritilgan shu kecha kunduzdagi eng aktual tekshiruvlardan biri hisoblanadi. Deyarli hamma yog'inchak operatsiyalarida kasalliklariga diagnostika qo'yishda deyarli hammasida kolonoskopiya qilinadi. Deyarli hammasi. Endi bitta og'ir holatlar, masalan, qarshi ko'rsatmalar bo'ladigan holatlarda qilinmaydi, lekin deyarli hamma kasallikni aniqlashda rejali qanaqadir operatsiyalar rejalashtiradigan bo'lsak, albatta qilinadi. Kolonoskopiya tekshiruvi hozirgi kunda og'riqli emas. Sababi birinchidan unaqa stomatolog bemorni holdan shashmang. Stomatolog chaqirsangiz, hozirgi kunda bizning amaliyotlarimiz deyarli og'riqsiz. Hozir men tushuntirib beraman og'riqsizligini. Tushuntirib beraman. Sababi kolonoskopiya tekshiruvi hozirgi kunda og'riqsizlantirish, ya'ni sedatsiya, umumiy og'riqsizlantirish bilan kechadi. Ya'ni bemor hattoki bu tekshiruvga tayyorgarlik bosqichi ham, boya aytdim, ichiladigan dorilar bilan ichakni tozalash, yuvib keladi. Oldingiga o'xshagan masalan 5-10 martalab qayta klizma, bemorning qornida diskomfortlar bo'lmaydi hozir. O'sha ichiladigan dorisi bor, ichib axlatni bo'shatadi va kolonoskopiya tomir ichiga uxlatadigan dori yuborib tekshiriladi. U og'riqsiz bo'ladi. Taxminan 5-10 daqiqa vaqt ketadi. Keyingi diskomfort. Undan keyin albatta biroz gazlar bo'lishi mumkin. Endi ayni payt gazlarni so'rab oladigan preparatlar beramiz. Kolonoskopiya tekshiruvidan keyin. Bemor diskomfortini kamaytiradi, lekin unaqa uzoq muddat qorni og'rib yurmaydi, lekin unaqa bo'lmaydi. 10 yil, 20 yil, 30 yil oldingi davolash usullariga nisbatan proktologiyada ham allaqachon yangicha zamonaviy usullar qo'llaniladi. Shunaqami? Xuddi. Endi davolash bo'yicha savollarga o'tamiz. Gemoroyning 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-chi bosqichlarini farqlari nimadan iborat va davolash usullari qanday bo'ladi bular? 1-chi, 2-chi darajasida odatda bemorlar murojaat qilishmaydi. Bilishmaydimi yoki murojaat qilishmaydimi? Endi bilishadi-yu, lekin murojaat qilishmaydi. Sababi unaqa qattiq bezovta qilmaydi. Onda sonda qon izlarini, masalan, axlatda yoki qog'ozda artganda axlatda o'sha qon izlarini sezishi mumkin. Unaqa og'riqlar bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi. Shu sababdan bemor murojaat qilmaydi 1-chi, 2-chi darajasida. Bitta holat bor, u holatda murojaat qilishadi. Qachon, masalan, harbiy tibbiy ko'rik bo'lgan paytda o'sha prizivniklarni harbiy xizmatga chaqirilganlarda topiladigan bo'lsa, ularni o'sha gemoroyini olmaguncha harbiy xizmatga qo'yilmaydi, yaroqsiz hisoblanadi. O'shanaqa paytda ularni murojaat qilishadi shunaqa holatda. Odatda mana shu kecha kunduzda 3-chi, 4-chi daraja gemoroylar bilan faqat shikoyat qilishadi. Endi oddiy tilda tushuntirib bering. Odamlar televizor oldida ko'rib o'tirgan, mana YouTube'da bizni kuzatayotgan gemoroy bor odam nechinchi bosqichligini bilib olishi oson bo'lsin, o'zida kechayotgan prosessi. 1-chi bosqich qanaqa, 2-chi bosqich qanaqa, 3ta qanday va 4ta qanday? Va shunga qarab turib zudlik bilan proktolog qabuliga borsin. Ya'ni manfaatli bo'lsin bu odamlar uchun demoqchiman. Yuqorida sanab o'tdik, 1-chi, 2-chi darajasida yengil o'sha qog'ozda yoki axlat bilan bir tomchi yoki surilgan qon izlarini bilishi mumkin va qichishish, achishish hissi bo'ladimi? Albatta, qichishish bo'lishi mumkin. Endi qichishish ko'proq boshqa kasallikka tegishli, lekin bunda ham bo'ladi qichishish albatta. Demak, 1-chi bosqichda yengil qon ketishini sezadi. 2-chi bosqichda o'sha perianal sohasida tugunchalar borligini, ayniqsa yuvayotgan paytda, yegana paytida sezishi mumkin. So'gal deyshadi. Xuddi shunaqa. So'gal deb o'ylashadi. So'gal deb o'ylashadi. Xuddi shunaqa. Yoki terini burmasi deb o'ylashi mumkin. Va 3-chi bosqichida
o'sha ichki bavosil tugunlari chiqishda boshlaydi va bemorga juda qattiq diskomfortlar boshlanadi. Abelning qon ketishi ham mumkinmi? 3-chi bosqichda o'sha qon ketishi ko'proq bo'ladi. Va uni gemoroyni kirib chiqishini, ya'ni anal kanalga kirib chiqishini seza boshlaydi odam. Sababi ayrim holatlarda o'zi qo'li bilan ham to'g'rilab qo'yishi mumkin. Yuvayotgan paytda kirgizib yuboraman deyshadi. Bor shunaqa bemorlar. O'zim joylab yuboraman deydi. Xuddi shunaqa. Va 4-darajasida umuman anal kanaliga to'g'rilanmay qoladi. Qon ketishi juda ham ko'p miqdor bo'ladi. Hatto shunaqa og'ir holatlar bo'ladiki, qon ketish evaziga gemoglobinlari tushib ketadi. 50-60 grammlar litrgacha tushib ketadi. Mana shu. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, agar siz mana shu doktorimiz sanab bergan 4ta bosqichning belgilari bo'ladigan bo'lsa, bu jiddiy muammo ekanligini eslatib o'tmoqchimiz va albatta qo'rqmasdan, uyalmasdan proktolog qabuliga borishinglar kerak bo'ladi. Zamonaviy tibbiyot jarrohsiz usullar yordamida ham birinchi, ikkinchi bosqichda yordam berish mumkinmi? Dorilar. Ayniqsa hozir mana qayoqqa qaramasangiz gemoroyi svechalar, turli xil dori vositalari reklamasi ketyapti. Nima deb o'ylaysiz doktor sifatida? Gemoroyga svechalar foyda beradimi yoki yo'qmi? Gemoroyni hajmi, ya'ni razmeri kattalashishiga kamdan kam narsa, hech narsa yordam bermaydi desam bo'ladi. Sababi uni razmerini hech narsa kichraytirib qo'ya olmaydi. Lekin birinchi, ikkinchi darajalardagi bemordagi bezovtalik nima? Masalan, qon ketish bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha maxsus svechalar, shamchalar yordamida qon ketishini to'xtatish mumkin. Yallig'lanib, og'rib keladigan bemorlar bo'lsa, yallig'lanishini, og'riqni qoldira oladi. Albatta, svechalarni, ya'ni ishlatiladigan shamchalarning ham foydasi bor. Masalan, umuman uni ishlatmanglar deyish xato. Uni ishlatsa bo'ladi. Lekin shifokorni maslahatisiz, u kasallik nimaligini bilmasdan o'zicha svechani qo'yish yaxshi emas. Ayrim kasalliklarda hatto svecha yomon ta'sir qiladi. Nima? Masalan, yiringlagan bemor, yuqorida gaplashdik, parapraktit, yiringlagan bemorda svecha qo'yish to'g'ridan to'g'ri yiringni ko'paytirmaydi, lekin bu yiring edi-ku, yiringni chiqarib olish kerak. Tibbiyotda oltin qoida bor. Yiring bor joyni albatta ochib, yiringni chiqarib ol degan qoida bor. O'sha masalan uni kechroq murojaat qilishiga sababchi bo'lishi mumkin. Svechalar yomon oqibatlarga olib keladi. Undan tashqari masalan bilmaymizki, bemorda onkologik kasalliklar hozirgi kunda masalan dunyoni muammosiga aylanayotgan onkologik kasalliklarni ham rivojlanishini, ya'ni kech bosqichlarida bilib qolish mumkin-da. Sababi bemorlar svechalarni oladi, og'riq qoldiruvchi yoki tiklovchi svechalarni, yallig'lanishni qaytaruvchi svechalarni ishlatishadi, lekin uni bilmaydiki onkologiyaligini. Oxirgi bosqichda kechroq, qancha kech murojaat qilinsa onkologiyada shuncha rezultat yomon. Shu farmatsevtlarga ham shuni iltimos qilib qolar edik, mana doktorimizni litsolari yordamida. Ya'ni sizlarga kelib mana shunaqa og'riq bo'lyapti deyotgan odamga to'g'ridan to'g'ri dori yoki svecha tavsiya qilishdan oldin albatta eslatib o'tinglar. Albatta. Zudlik bilan proktolog qabuliga boring. Hozircha mayli yordam beradigan narsani beraman, lekin sizda treshinami, gemoroymi, balki og'riq, balki onkologiyadir doktorimiz aytganlaridek. Shuning uchun juda ham xavfli protsesslar, ehtiyot bo'lish kerak va jiddiy qarash kerak bu narsaga. Endi qarang, qachon operatsiya bo'lish shart bo'ladi, qilish shart bo'ladi, ya'ni kasallik. Deylik gemoroyi qachon biz operatsiyaga majbur qolamiz? Albatta, har bitta kasallik haqida albatta alohida gaplashgan ma'qul. Operatsiyasi bo'yicha yiringlik kasalliklar bu albatta operatsiya kechiktirib bo'lmaydi. Ularni kechiktirib bo'lmaydi. Albatta operatsiya qilish kerak. Aniqlangan zahotisi operatsiya qilgan yaxshi. Endi aynan gemoroyga keladigan bo'lsak, gemoroyni bu rejali asosda qilinadigan operatsiya hisoblanadi, ya'ni shoshma-shoshalik qilmasdan, chunki bemorda qo'shimcha kasalliklari bo'lsa, ularni aniqlab, ularni ham operatsiya qiladigan bo'lsak, bemorda ahvoli undan ham og'irlashmasligi kerak. Sababi bemorda
maqsadimiz bemorga yordam berish. Masalan, bitta qaysidir kasalligini bor kasalligi bemorning o'zi ham xabari bor va u odatda yurak kasalliklarini olaylik. Masalan, yurak kasalliklari bilan keladigan bemorlarni gemoroyi ham bo'ladigan bo'lsa, unda avval yuragidagi muammolarni hal qilib, kardiolog yoki terapevt tomonidan operatsiya qilishga ruxsat bergandan keyin qilishimiz mumkin. Demak, baribir borib jarrohlik amaliyotigacha olib borib qo'yishi mumkin. Shunaqami? Ha, gemoroy baribir oxiri jarrohlikgacha amaliyotigacha olib borish mumkin. Mumkinmi yoki olib boradimi? Har doim emas. Mana birinchi bosqichda deylik, qon kelishi boshladi, haligina siz aytganingizdek. Bir katta sog'lom turmush tarziga va masalan shifokorga uchrashgan bo'lsa, shifokor tushuntiradi. Nima hayotida qilib yurgan ishi bu gemoroyni kuchaytirishi mumkin. Shu sabablarni oldini olsa, odatda bemorlar boshqa murojaat qilishmaydi. Shuni to'ldirib ketaylik. Sal gemoroy mavzusi tor bo'lib qoldi. Katta mavzu o'zi asli. Har bitta sohamiz hozir biz tanlagan 3 ta kasallik bo'yicha biz katta bitta alohida ko'rsatuv qilishimiz mumkin. Tashqi gemoroy va ichki gemoroy mavzusi aytib o'tib ketaylik shu haqida. Nimasi bilan farqlaymiz bularni va odamlarga tushunarli tilda tushuntirib bering, doktor. Odatda tashqi gemoroy bilan ichki gemoroy bu gemoroyni joylashuvi anal kanali, ya'ni boyaga aytdik, anaderma deb terminni tilga oldik. O'sha anal kanalining ichkarisida ichki gemoroy joylashadi. Perianal sohada, tashqarida, terida tashqi gemoroy joylashadi. Boya sanagan 4 ta bosqichimiz asosan o'sha ichki gemoroyga tegishli bo'ladi. Tashqi gemoroy bu eng ko'p kuzatiladigan bitta asorati bilan mashhur tromboz degan asorati bor. Toki o'sha tromboz bo'lmasa, bemorlar tashqi gemoroyim bor deb o'ylamaydi. Yuqorida aytdik, anal atrofida teri burmalarini ko'payib qolganini sezishi mumkin odam. Lekin o'sha tromboz asorati yuzaga kelganda shu bemorlar biladi işte tashqi gemoroy. Bular ikkalasidan alohida holatda ham rivojlanadi, birga ham rivojlanadi. Alohida holatda bo'ladigan bo'lsa, yuqorida sanadik qon ketish asoratlari asosan ichki gemoroyga tegishli, og'riq bilan kechish, tromboz bilan kechish tashqi gemoroyga tegishli. Demak, tashqi gemoroy va ichki gemoroy ikkalasi ham alohida ham uchraydi, birga ham uchrashi mumkin. Qaysi soha vakillari ko'proq sizlarga murojaat qiladi? Kam harakatli, o'tirib ishlaydigan odamlar va og'ir mehnat bilan shug'ullanadiganlar, keyin ayollar ko'proq. Xalq tabobati va internet usullari, ya'ni internetdan odamlar samarali chayni uchun o'rgangan narsalar, gemoroyni uy sharoitida profilaktik qilish, davolash haqida xalq tabobati juda ko'p usullar haqida gapirishadi. Isbotlanmagan, isbotlangan usullar, eskilik sarqitlari bor ularning ichida. Ya'ni meditsinaga umuman to'g'ri kelmaydigan va mantiqqa to'g'ri kelmaydigan gaplar bor. Bular haqida ko'p eshitasizlar sizlar. Qanchalik xavfli insonlarning hayoti uchun, aynan gemoroy bilan og'riyotgan odamlar uchun? Har xil usullarni. Qanaqa qiziq usullarni eshitgansiz? To'qnash kelganmiz, masalan, kerosin ichadi, kerosin qo'yishadi. Har xil bankalar qo'yishadi. Bir marta o'zimni praktikamda bo'lgan qiziq hodisani aytaman. Bir bemor zuluk qo'ygan va qon to'xtamay qolgan. O'shanda keldi. Endi o'sha narsalardan ehtiyot bo'lish kerak-da. Avvalambor gemoroymi yo'qmi, lekin uni zuluk qo'ygan sohasi to'g'ri qo'yilgan. Lekin bemorda o'sha gemoroy tugunining yonida yiring ham bor ekanda. Og'rig'i to'xtamagan. Bu og'rig'i to'xtaydi deb borgan, lekin u yiring bo'lib chiqdi. Ham qon to'xtamaganda balki yiringlash jarayoni baribir kattalashib kelgan bo'lardi bemor.
Shuning uchun qanaqa bir xalq tabobati bilan, nima bilan shug'ullanish uy sharoitida mayli qo'llash mumkin. Avval diagnozni aniqlash kerak-da. Aniq bilib olish kerak. Diagnozni aniqlash kerak. O'zi shifokorga borsa, hech qachon ham hozirgi kunda kelgan bemorni hammasini darrov operatsiya qilib yubormaydi. Shundan qo'rqishadi. Endi tekshiruvgacha bo'lgan protsess ham odamlarda haligi qo'rqinch uyg'otadi. Boya uni javobini aytib o'tib ketdik. Endi qarang, ayollar va erkaklar ko'proq ayollar uchraydi deyapsiz. Sabab nima ayollarda? Yo'q, gemoroy uchrashi erkaklarda ko'proq. Erkaklarda ko'proq. Sabab nima deb o'ylaysiz? Nasliy moyillik. Boya aytib o'tganimizdek, xo'p. Og'ir jismoniy mehnatlar va spirtli ichimliklar. Ya'ni yomon odatlar. Va palapartcha ovqatlanish. To'g'ri, palapartcha. Haddan tashqari palapartish, ich qotirib qo'yadigan dahshatli ovqatlarni yeyishadi, keyin uni yomon chiqmog'i ham bor, to'g'rimi? Chiqishi yomon ketishi mumkin juda ham. Ayollarning necha foizi tug'ruq paytida gemoroy kasalligiga yoki o'sha homiladorlik davrida necha foiz ayolda 10 tadan nechtadir qilib olaylik, gemoroy xavfi bor. Bo'lib qolish xavfi bor. Yani hozirgi kunda men ishlaydigan ishxonamning yonida raddom bor. Raddomda hayotiy praktikamda uchragan foizni aytishim mumkin. Taxminan 40% bemorda uchraydi. 40% tug'ruqqa kelgan ayolda gemoroy bo'ladi. 10 tadan 4 tasida ekan. Tug'ruq jarayonida shu bezovta qiladi. Qolgan yuqorida aytdim, butun aholini 65-70% gacha uchraydi deb. Qolganlarda bezovta qilmasligi mumkin. Lekin o'sha 10 ta bemor, 10 ta tug'ruqqa kelgan ayoldan 4 tasida albatta shikoyatlar bo'ladi. U yoki bu ko'rinishda. Umuman tug'ruq protsessichi xavflimi? Nima deb o'ylaysiz? Ko'pchilik tug'ruq og'ir kechibdi, gemoroy chiqib ketibdi va hokazo degan gaplarni noto'g'ri kuchanishdan albatta gemoroy chiqadi. Noto'g'ri kuchanishdan gemoroy chiqadi. Risk kimlarda boya aytib o'tgan savolimizga balki yana takroriy bo'lib qolishi mumkin. Kim ehtiyot bo'lsin, gemoroy bo'lib qolish xavfi yuqori. Ko'p o'tirib ishlaydiganlar, og'ir mehnat qiladiganlar, zalga aktiv, og'ir intensiv yuk og'ir trenirovka qiladigan sportchilar ehtiyot bo'lish kerak. Va o'sha homiladorlikda ayollarimiz. Endi o'zlarining mashqlari bor. O'sha mashqlarini qilib yurishsa, ancha oldin olgan bo'ladi. Xo'p, biz o'zi umuman proktolog bilan suhbat bo'lishidan oldin baribir ozgina tayyorgarlik ko'rasiz. U yoki bu odamlardan muammoying bormi deb so'raysiz. Bitta tanishimiz iltimos qildi. Operatsiya qildirsam agar unda aniq gemoroy, biladi gemoroyligini. Operatsiya qildirsam восстановлениеga qancha vaqt ketadi va nimalarni boshdan kechiraman. Shuni aniq so'rab bering, keyin murojaat qilaman deb iltimos qildi. Bu ko'p murojaatlar shunaqa bo'ladi o'zi. Ma'no jihatdan shunaqa. Ya'ni qanchada tiklanaman. Endi qilinadigan usuliga qarab 15 kundan 1,5 oygacha tiklanish talab qiladi. Endi yana gemoroyni kattalik darajasiga ham bog'liq. Gemoroy masalan yuqorida aytganimizdek 2-3 daraja, lekin bemorni tinmay bezovta qilib yuribdi. Shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, 2-3 darajali gemoroylarda tiklanish tezroq bo'ladi. Uni ustida yuqorida ozgina silka qildingiz. Zamonaviy davolash usullari. Hozir lazerda davolash bor. Maloinvaziv usullar deydi, kichik jarohat beradigan usullarda. Shunda tiklanish tezroq bo'ladi. Lekin juda ham katta gemoroylar, ularni hatto ayrimiga lazer orqali qilishning imkoni bo'lmaydi. Lazerning kuchi yetmaydi. Bunaqa holatda kesib olishga to'g'ri keladi. Hayotingizda umuman tajribangizda uchratgan
eng qo'rqinchli holat qanaqa dahshatli holatda uchratgansiz? Mana bizlarni hayratga solish juda ham qiyin emas. Qiyin to'g'rirog'i, ya'ni aytmoqchimanki, biz hayratlanmaymiz ko'p narsadan. Lekin proktologga ham hayratga soladishi mumkin bo'lgan narsalar bormi? Yo'g'on ichakka tegishli bo'lgan yo'g'on ichak yallig'lanish kasalliklari. Biza koloproktologiya yo'nalishini eng og'ir kasalliklari yo'g'on ichak yallig'lanish kasalliklari. Shunaqa holatlar bo'ladiki, dori darmon ham, operatsiya ham yordam bera olmaydi bemorga. Yordam bera olmaydi. Nima chora ko'riladi bu vaziyatda? Tibbiyot ojiz. Endi shu kecha kunduzda ilmiy isbotlangan usullarda davolash olib boriladi standart bo'yicha. Endi sababiki yo'g'on ichak yallig'lanish kasalliklarini hali tubiga yetib borilmadi. Nima sababdan kelib chiqadi? Bir nechta faktorlari bor. Bir nechta patologik omillar, boshqa narsalar aniqlangan, lekin ularni hali to'g'rilaydigan darajagacha yetmadik. Lekin ustida ishlamayapti. Ha, albatta. Yo, bemorlarda shu kecha kunduzda qo'llanayotgan usullar ham effektiv albatta. Effektiv. Endi unaqa og'ir bemorlar kam bo'ladi, lekin uchrab turadi. Umuman gemoroy haqida gaplashayotganda biz faqat kattalar haqida gaplashyapmiz, lekin xavfli mavzu bor-da bitta. Qo'rqinchli, og'riqli va xavfli mavzu. Bolalarda uchraydimi bu holat va qanchalik uchrayapti? Bolalarda juda ko'p. Ayniqsa shu kunlarda menga murojaat qilayotgan ijtimoiy tarmoqlardan yoki tanishlar orqali o'sha murojaat qilayotgan bemorlarni shu kecha kunduzda ayniqsa juda ko'p murojaat bo'ldi meni o'zimga ham. Odatda yosh bolalarning operatsiyalari bilan kattalarni shifokori shug'ullanmaydi. Lekin baribir proktolog sifatida sizga murojaat qilishadi. Proktolog sifatida maslahatlar berishim mumkin. Va odatda o'sha bolalar xirurgiya yoki bolalar o'sha koloproktologiya mavzusida ko'proq ishlayotgan shifokorga yo'naltiramiz. Sabab nima? Yo'naltirish haqida gapirmayapman. Albatta. Nima? Qabziyat. Eng ko'p sabab shu. Qabziyat va bolani odatlarini kontrol qilmaydi-da. Ota-onalar masalan ayrim payt bo'ladi, hojatxonaga kirishdan oldin telefon bilan kiradi. Yosh bola ham masalan o'tirsin, o'sha hojati bemalol chiqquncha o'tirsin deydi, o'tirib qoladi bola uzoqroq vaqt. Odatda 3 daqiqadan 5 daqiqagacha ichagimiz bo'shaydi o'zi. Undan keyin o'tirish bilganimizdek gemoroyni kattalashishiga olib keladi. Tushunarli. Endi savol qichish holatlari. Anal teshigi atrofida, anal sohasida, anal teshigi atrofida qichishlar bular ham juda ko'p uchraydigan holat. Eng ko'p bolalarda uchraydi, kattalarda ham uchraydi albatta, lekin bolalar bilan solishtirganda nisbatan murojaat miqdori bolalarda ko'proq, chunki bolalarda o'sha gelmint invaziyasidan bo'ladi. Perianal sohasida uni bilamiz. Kattalarda uchraydigan holat bu ko'proq neyrodermit degan kasallik. Neyrodermit bilan bog'liq bo'ladi. Zamburug'li protsesslar ham bo'lishi mumkin. Albatta, zamburug'li protsesslar ham bo'ladi. Bularda proktolog qabuliga borsinmi? Albatta, proktolog va teri dermatolog shifokorlari hamkorligida davolanadi. Endi o'zi umuman hozir shu kecha kunduzda bor mavzularning ichida mana dermatologiya sohasi bo'yicha kelib tushadigan savollarda bizga kelib tushadigan savollarda ko'pincha shu mavzu ko'tarilyapti. Qichish bor, og'riq bor, qon bor, nima qiling. Buni qarasangiz proktologiyaga tegishli savolga ham o'xshaydi, bir tomondan qarasangiz dermatolog savoliga ham. Shuning uchun birgalikda davolagan. Shuning uchun birgalikda davolanish kerak va bu keng qamrovli juda ham mavzu va albatta ikkita mutaxassisni nazorati ostida davolanadigan holat. Nimalarni bolalarga tushuntirib katta qilishimiz kerak, shunaqa muammolarga uchrab qolmaslik uchun. Deylik, ota-onaning ikkalasida ham gemoroy bor. Nasliy deb aytyapsiz boya, irsiy omillar nihoyatda yuqori faktorga ega va bolasida bu holat bo'lmasligi uchun bolalarga yoshligidan nimani uqtirishimiz kerak hozirgi hojatxona odobidan tashqari? Nasliy faktor uqtiramizmi, uqtirmaymizmi takrorlanadi. Takrorlanadi albatta. Shunaqa. Lekin
yuqorida sanab o'tgan gemoroy kelib chiqishiga olib keladigan xavf omillarini maksimal darajada oldini olish kerak. O'sha xavfga olib boradigan, ya'ni gemoroy kelib chiqishi xavfiga olib boradigan hamma odatlarni yo'qotishga urinish kerak albatta. Hojatxonada uzoq o'tirmasin, kuchanib o'tirmasin, qabziyat bo'lmasin. Yetarli darajada suv ichish kerak. Juda bilasizmi, proktologiyani shunaqangi nozik savollari bor. Bizni ko'rsatuvimizni nimalariga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bizni ramkasiga to'g'ri kelmaydi. Lekin berish mumkin bo'lgan savollar bor. Bu savollar yuzasidan yana bu kishini o'zlarini ma'lumotlarini berib qo'yamiz. O'zlarining kanallari ham bor, adashmasam. Kanallari bor va doktorga agar shaxsan savollaringiz bo'lsa, ayniqsa o'sha bizning ramkamizga sig'magan savollar bo'ladigan bo'lsa, hozir miyada aylanayapti, lekin afsuski bu savollarni bera olmayman, chunki bizning efirlarimizga, bizning imijimizga to'g'ri kelmaydigan savollar. Lekin asli uyat savollar emas bular. Berish kerak, bu savollarni doktordan bilib olish kerak va to'g'ridan-to'g'ri doktorimiz o'zlariga murojaat qilaverasizlar bu masalada. Endi gemoroy bo'ldi deylik. Boshdan kechirdi. Operatsiya qildik. Восстановлениеdan keyin chiqib ketdi uyga. Takrorlanadimi yoki bir umrga qutuladimi gemoroy? Albatta, retsidiv degan narsa. Albatta, retsidiv bu narsalar hammasi inobatga olinadi. Sababi biz faqat O'zbekiston sharoitida emas, o'sha mustaqil davlatlar ham do'stligi, MDH davlatlari, Yevropa davlatlari va jahon sog'liqni saqlash statistikalarini inobatga olgan holda retsidivlar uchrab turadi. Lekin oldingi o'sha qanaqa uchragan bo'lsa, qanaqa azobda uchragan bo'lsa, xuddi o'sha darajada bo'lmaydi albatta. Retsidiv darajasi operatsiyani qilinish usuliga bog'liq holatda 5% dan hatto 15-20% gacha ham bo'ladi. Kimlar retsidivga uchrash xavfi yuqori bo'ladi? Kimlarda? Berilgan tavsiyalarga amal qilmagan bemorlar. Yana o'sha o'troq hayot tarzi, noto'g'ri ovqatlanish va hokazolarga. Qabziyat. Necha yildan keyin yana qayta bezovta qilish mumkin? Gemoroy olib tashadi. Qancha vaqtdan keyin yana qayta bezovta qilish mumkin? Yo bu boya aytganingizdek faqat o'ziga bog'liq. Albatta o'ziga bog'liq. Mutlaqo bezovta qilmasligi ham? Mutlaqo bezovta qilmasligi ham mumkin. Aytdikki 90 agar bir qilingan usulimiz bir bemorga ishlasa, endi shu qilingan usulning effektivligi 95%, 98% gacha ham boradi. Ya'ni deyarli 100 tadan 5 ta bemor qaytalandi deganda, 95 tasida qaytalanmaydi. Qaytalanmaydi. Va bu doktor aybi emas. Ba'zan shunaqa holatlar bo'ladimi? Sizni o'zingiz aybdor qilgan holatlar. Ya'ni 2 yil oldin kelganida operatsiya qilgansiz, 2 yildan keyin yana qaytib kelyapti, yana bezovta qilyapti. Demak, o'shanda yaxshi operatsiya qilmagan ekansiz. Endi odatda bor bo'ladi-ku odamlarda, ya'ni tibbiy savodxonligi yo'q odamlarda. Endi bir operatsiya qilinadigan bo'lsa, hozirgacha kunduzda qilinayotgan operatsiyalar qaytalanishini ham oldini olishni taraddudini qilinadi albatta operatsiya vaqtida. Lekin albatta takrorlanish ham uchrab turadi. Boya aytganingizdek, masalan 2 yilda uchrashi ko'proq, lekin o'sha qolib ketgan gemoroydan bo'lishi mumkin. Shunaqa. 10 yilda qaytalansa, endi unda bemorning aybi bo'ladi. Svechalar haqida gaplashdik boya. Qaysi davlat, nomini aytmaymiz, chunki reklama to'g'ridan-to'g'ri kerak emas bizga. Qaysi davlat mana shu aynan foydali, ya'ni gemoroy uchun yaxshi sifatli svechalar ishlab chiqaradi. Odamlar uchun bu shunchaki nima bo'lsin, shpargalka bo'lsin. Yevropa standarti asosida qilingan svechalar yaxshi effektiv hisoblanadi. O'zingiz ham shularni tavsiya qilasiz, ya'ni Yevropa texnologiyasi asosida. Erkaklar va ayollarni proktologi yoki bo'lmasam umumiy holat, ayollarimiz qo'rqadigan mavzu bora olmayman, erkaklarimiz qo'rqadigan mavzu bora olmayman. Albatta, hozirgi kunda ayol proktologlarimiz ham yetarlimi? Yetarlicha. Chunki doim qo'rqib kelishgan shu mavzudan. Albatta, hozir ayniqsa yuqorida sanadik ijtimoiy tarmoqda, ijtimoiy stereotip. Ijtimoiy stereotip. Mentalitetimiz. Shu narsani talab qilganligi uchun oxirgi 5 yilda ayniqsa ayol proktologlarimizni
ko'zga ko'rinib qoldi. Sababi ehtiyoj bor ekanda. Zo'r ayol proktologlar bor. Zo'r ayol proktologlarimiz bor. Bu shunaqangi sohaki aslida o'zi yaqin 10 yil ichida yana ham mutaxassislar ko'paygan sohalardan bittasi yaqin 10 yilda, chunki oldin sanoqli proktologlar bo'lardi, hozir bemalol har bir sohani o'zini yetaklovchi ayol ustoz proktologlarimiz bor albatta, lekin yuqorida aytganimdek oxirgi 5 yilda yana ham ko'paydi. Ko'ziga tushdi, ya'ni shu mavzu ko'p ko'tarilganini evaziga. Eng ko'p uchraydigan miflar, noto'g'ri gaplar, mana ko'rasiz-ku internetda unda odamlarning gaplarini eshitasiz. Siz proktolog ekanligingizni bilmasdan turib oldingizda sayrab qo'yishadi har xil gaplarni, miflar mavzusida gaplashaylik. Umuman gemoroy va ana soha kulgili va mif bu haqiqat emas o'zi asli, lekin odamlarning ichida yuribdi bu mavzular. Qaysi mavzular? Kulgiga sabab bo'ladi. Mana internetda unda bunda gemoroyga oid ayrim bir mavzular bo'ladi. U haqiqatga yaqin emas. Shunaqa mavzularni eshitganmisiz? Misol keltirsangizmi? Ot sporti bilan shug'ullangan odam umuman gemoroy bo'lmaydi. Tushundim. O'zi mana shu velosiped va ot sporti juda muammoli mavzu hisoblanadi. O'shaning uchun aytyapman. Muammoli hisoblanadi. Ya'ni ot mingan odam kabi gemoroy bilan og'rimaydi degan gap yo'q. Unaqa gap yo'q, lekin bu bekor. O'sha mifni shuni deb so'radim. Xuddi shunaqa. Yo'q, bu gap noto'g'ri lekin. Chunki ot sporti bilan shug'ullanadimi yo o'sha velo trenajyorlarda velik haydash bilan shug'ullanadimi? Bu hech qanaqa gemoroyni oldini olmaydi. Meni kulgimni qisqartgan gapingizni bo'ldim, kechirasiz. Kulgimni qisqartgan joy yaqinda o'sha ot sportini reklama qiladigan bir kanalda ko'rib qoldim. Reklamasini, doktor. Erkak kishida prostat va gemoroy bo'lmasligi uchun ot sporti bilan shug'ullanish kerak. Endi mayli, ular jalb qilish maqsadida qilyapti bu narsani. Doktor fikrlarini eslatib o'tib ketmoqchimiz shu o'rinda. Prostatit, endi prostatit mavzusi mani mavzuyim emas, lekin o'sha gemoroy va prostatitlarni kelib chiqishidagi sababni ot sporti bartaraf qilib bera olmaydi. Shunaqa. Bu sababni aytib o'tishimiz kerak. Shunaqa narsalarni yana eshitganmisiz? Mana kerosin ichish yoki kerosin qo'yish. Shu narsa gemoroyni yod zelenka surib yurish. Albatta yodku kuydirib ham yuboradi. Bo'ladi shunaqa narsalar praktikada holat. Zuluk qo'yish ham yo'qotmaydi lekin gemoroyni o'sha. Bu ham mif. Bu ham mif. Endi o'zi aslida meditsinada bilasizlarmi, shunaqangi askiyalar bor, anal sohasidan topilgan yod jismlar va hokazolar mavzusidagi. Bu ham nozik mavzu. Yod jismlar uchrab turadi. Bir necha marta o'zimiz ham to'qnash kelganmiz, olganmiz yod jismlarni. Haligi bular ko'proq lekin proktologiyaga tegishli emas. Bular ko'proq menimcha bu bemorlarni ko'proq ruhshunoslar ko'rish kerak. Shunaqa davolash kerak. Shu yod jismlar mavzusi juda ajoyib mavzu. Doim proktologiyaga oid qanaqa savol bo'lsa yod jismlarga borib taqaladi. Shuning uchun o'zi asli juda ehtiyot bo'ladigan mavzu. Lekin endi bilasizmi, mentalitet deb mavzularni yopaveradigan bo'lsak, ya'ni yopib tashlasak biz, senzura qo'yib tashlasak, ya'ni mavzularga kimdir aytish kerak-ku. Siz aytishingiz kerak, men aytishim kerak bo'lgan mavzularni kimdir gapirmasa, bu odamlarning ichida bor deb yod jismlarni o'zi avvalambor qo'ymasligini bizagacha bo'lgan etap hal qilish kerak. Qo'ydimi demak? Endi qo'ygandan keyin iloji olish faqat proktologlarniki yoki ba'zi hollarda juda chuqurgacha kirib ketsa, unda qorindan ham olish kerak orqali. Unaqa payt albatta yo xirurgga yo proktologga murojaat qilinadi. Ozg'inlik va semizlik mavzusi, semizlarda ko'proq uchraydimi gemoroy yoki ozg'inlarda ko'proq uchraydi? Yoki aralashmi, nima deb o'ylaysiz? Endi qaysi biri gemoroy semiz odammi, ozg'in odammi farqi yo'q. Lekin qaysi biri o'sha gemoroy olib kelishiga sababchi bo'ladigan zararli odatlarni ko'proq qilsa, o'shanda uchraydi. Semizlarda ham ko'ramiz. Treshinadachi.
u ham xuddi shunaqa. Unda ham shunaqa. Xuddi shunaqa. Qabziyat kimda bo'lsa, axlati qattiq chiqsa, Normada katta yoshdagilarni qabziyat qiynaydiganlar juda ham ko'p. Shu haqida aytib o'tib keting, chunki qabziyat ham diareya bilan qabziyat masalan birgalikda gapiriladigan bo'lsa, qabziyat albatta ko'p uchraydi diareyadan ko'ra. Qabziyat ko'proq o'zi aholi ichida, dunyoda ham qabziyat ko'proq hisoblanadi. Chunki iste'mol paketimiz shunga olib boradi. Yeb ichayotgan narsa. Albatta. Qabziyat deb qachon aytiladi? Odatda masalan odamni axlat qilish umumiy normasi qabul qilingan qanaqa? Bir kunda 3 martagacha ichib kelishi norma. 3 martagacha. Haftasiga 3 marta kelishi ham norma. Bu metabolizmga, individni metabolizmiga bog'liq. Yeb ichishimizga bog'liq, metabolizmga bog'liq, va aytgandek ichaklarning o'ziga xos anatomiyasiga bog'liq. Shundan oshadigan bo'lsa, demak, haftasiga 3 marta emas, haftasiga 2 marta, 1 marta bu qabziyat deymiz bu holatni. Qabziyat deymiz va risk guruhiga kirgizamiz, gemoroy xavfi paydo bo'lib, treshina gemoroy xavfiga yaqin turadigan odamlar. Xuddi shunaqa. Bunaqa bemorlarimizni avval qabziyatini bartaraf qilib, gemoroy bilan birdaniga davolanadi albatta. Avval qabziyatini bartaraf qilib, keyin o'sha gemoroyni hal qilishga o'tamiz. O'zi umuman ya'ni axlat strukturasi haqida ham ozgina aytib o'ting, eslatib o'ting. Ya'ni bemorlar bilib qo'ysin, qanday holatda normal holat, qanday holatda o'sha qandaydir yordam talab qilyapti organizm. Bu gapirishimiz kerak, bu mavzu chunki gapirilmasa bo'lmaydigan mavzu. Axlatni qattiqligini, konsistensiyasini proktologiyada shkalaga bo'lingan, Bristol shkalasi deydi. Shunaqa. Bemalol buni foydalanishlari mumkin, internetdan ham ko'rib. Albatta. Bristol shkalasida 7 ta konsistensiyaga bo'lingan axlat. Birinchi, ikkinchi darajadagi shkalani birinchi, ikkinchi darajasidagi axlat kelishi bu qabziyat. 3-chi, 4-chi, 5-chi daraja keladigan konsistensiyalar bular norma hisoblanadi. 6-chi, 7-chi shkaladagi holat diareya deyiladi. Endi kimda birinchi, ikkinchi shkala bo'lsa, albatta qabziyat murojaat qilish kerak albatta shifokorga. Kimda 5-chi, 6-chi, 7-chi daraja bo'lsa, ular ham murojaat qilish kerak. Proktologni eshigigacha olib borish kerak bo'lgan eng asosiy 3 ta narsani aytib o'ting menga. Ya'ni kuzatuvchilarimizga, menga emas, kuzatuvchilarimizga. Ya'ni savol boshqatdan beraman. Proktologni eshigini tagiga olib borish kerak bo'lgan 3 ta asosiy sabab. Bemorni proktologga murojaat qilishi shart bo'lgan 3 ta asosiy sabab. Belgiya desak ham bo'ladi. Hech qanaqa endi hozir birinchi bemor to'g'ri oling. Suvching siz yo'naltirishingiz mumkin. Biron bir mana odatdagi yashab yurgan holatimizda, bizani ya'ni hayot tarzimizda, shu kecha kunduzda uxlab turgan paytimizda hech qayerimizda og'riq, hech qayerimizda ortiqcha narsa bo'lmasligi kerak. Lekin masalan qorinda g'uldirash bo'ladimi yo hojatda qon izlari, hojat vaqtida og'riq bo'lishi yoki og'riqsiz qanaqadir perional sohada hosilalarni paydo bo'lishi, bular albatta shifokorga murojaat qilish kerak. Albatta. Zudlik bilan murojaat qilish kerak bo'lgan holatlar. Oldini olish osonroqda, to'g'rimi? Ha, albatta. Ya'ni sizlar qo'rqqan o'sha jarrohlik amaliyotigacha bormasligi mumkin shunda. Xuddi shunday. Ba'zan shunday holatlar bo'ladi, oldi olinsa yetib bormaysizlar o'sha 3-chi, 4-chi darajadagi og'ir holatlarga. Endi avvalambor bular o'zi proktologiya sohasi bo'yicha biz yana alohida ko'rsatuvlar qilamiz, chunki har bitta siz bilan umumiy gaplarni gaplashgandan tashqari bitta kasalliklar bo'yicha to'xtalish kerak. Har bitta o'sha 200 ga yaqin kasalliklarning eng to'plarini tanlab gaplashganimizda, eng ko'p uchraydiganlarini olib gaplashganimizda ham bitta alohida ko'rsatuv bo'ladi. Siz bilan va'dalashib olamiz, bemorlar uchun albatta unaqa ko'rsatuvlar qilib beramiz, xudo xolasa. Endi bu yerda asosiy savollarni berib bo'ldim va bir ikkita umumiy savollar bor. Sizga tegishli bo'lgan savollar. Birinchisi,
oq xalat mavzusi qanchalik oq xalatga dog' tushirmasdan kelyapsiz shu paytgacha 10 yil bo'libdi mana. Deyarli 10 yil bo'libdi. Har bir odam qiladigan ishini vijdonan yondashsa o'ylaymanki o'zini kiygan formasiga shu dog' tushirmaydi. Har doim o'zini manfaatidan bemorning manfaatini ustun qo'yish kerak. Bu birinchi savol edi. Ikkinchi savol. Dushmanlaringiz demaylik, doktor dushmani bo'lmaydi. Dushman. Yomon ko'rgan odamlaringiz bo'ladi-ku odamda baribir. Endi doktor faqat aytmayman, men hech kimni yomon ko'rmayman, bunaqa gap. Keling, shunaqa gaplarni qo'ying. Bunaqa narsada. Sizni ana o'zbek tilida, o'zbek lug'atida ishlaydigan jinis suymaydigan odam bo'ladi-ku. Shunaqa odamlarni davolashga majbur qolgan paytingiz bo'lganmi va shaxsiy adovatni chetga surgan paytlaringiz? Yo'q, albatta, hamma bemor har xil psixologik holatda keladi. Tajang bo'lib qoladi, masalan, bir joyi og'rigan. Ayniqsa sizlarning mavzuyingizda. Ayniqsa bizning mavzumizda nozik mavzu, hammaga ayta olmaydi, yillab qiynalgan bemor keladi va bor negativini masalan doktorga sochadi. Endi u paytda albatta shaxsiy adovat bo'lmaydi, chunki to'g'ri shu xarakteri o'zini bosa olmay qolgan bemorning xarakteri bizga tushmasligi mumkin, albatta. Uchrab turadi bunaqa holat. Lekin hammasini davolaymiz. Sababiki endi bemorning psixologik holatini doktor endi qabul qilmasa u ham yaxshi emas. Lekin doktorni o'zini ham albatta o'ziga yarasha sabr emas-ku. Doktorning shaxsiyatiga tegib qo'yishmasa bo'ldi xolos. Asosiysi shu. Albatta, masalan, baqir-chaqir shaxsiyat chegaralari, ramkalarini buzmaslik xuddi shunaqa. Chunki doktor ham xuddi o'sha xalqning ichidan chiqqan, biz ham oddiy odamni bolalarimiz, biz ham odammiz. O'shanga masalan bir odamga qattiq gapirishdan oldin u odam ham o'ziga o'xshagan. Masalan, u odamga masalan sizga nima yoqmasa unga ham o'sha yoqmaydi, albatta. Masalan, kim so'kingan yoki urgan yoki o'sha tartibsizlik qilgan odam bilan kim xuddi shunaqa javob bersa o'ziga yoqadimi, o'ziga yoqmaydi. 10 yil oldingi meditsina personaliga nisbatan, ya'ni shifokorlarga deylik, 10 yil oldingi munosabat va hozirgi munosabat o'zgarganmi odamlarda? Albatta o'zgargan. Albatta o'zgargan. Yaxshi tomonga o'zgargan. Mana Yevropada havas qiladigan darajalarimiz bor-da. Albatta. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'p kuzatdik. Doktorni masalan bir oylab navbatda turishim kerak ekan, 10 kun navbatda turishim kerak ekan, uxlamasdan navbatga yozilishim kerak, degan narsalar bor. Endi bizda hozircha unaqa endi turna qator navbatlar bor-u, lekin unaqacha bu darajada oylab navbatda turishmaydi. Lekin ayniqsa COVID-19 juda biroz sortirovka qildi desa bo'ladi. Shu holat ta'sir qildi. Sababi shifokorlarning haqqoniy yetishmovchiligi bilindi-da. Va shifokorning kimligini ko'rsatdi, aslida kimligi. O'lim soni oshdi, kasallanish oshdi. O'sha sababdan ham yana doktorlarga bo'lgan menimcha munosabat yaxshilandi. Keyingi savolim, hammani o'zini ideallari bo'ladi. To'g'ri? Har bir sohaning o'zini ideallari bor. Proktologiya sohasida kimga o'xshash orzu qilarsiz yoki bo'lmasam qaysidir mashhur vrach sizni idealiz bo'la oladi? Yo'q, proktologiyani qo'ying, mayli. Umuman meditsina olamidagi kimlar siz uchun legenda? Hech kimga o'xshash qolamayman demay faqat. Yo'q, unaqa emas. Chunki hammaning harakati albatta o'sha o'zidan yuqorida turgan ustozlari tomonidan bo'ladi, albatta. Bu juda ham muhim. Endi yuqorida sababchi bo'lgan ustozimni aytdim. Undan keyin hayotda hatto bitta harf o'rgatgan odam ham ustoz degan naqlga amal qiladigan bo'lsak, endi bu bitta harf emas, albatta. Har bir
ustozlarim ko'p albatta. Har bir ustozdan bir muhim narsani o'rganganmanki, hammalariga minnatdorman avvalambor ularga. Lekin tibbiyotni o'sha yuqori nuqtasi bizada hozirgi kunda masalan ilmiy ish qilish, kashfiyot qilish bo'ladigan bo'lsa, shu kashfiyot qilgan yoki o'zidan bir ma'lum ilmni, operatsiya usulini, davolash usulini kashf qilgan hamma olimdagi bo'lish xohlasa kerak. Albatta. Meni ham shu orzuyim endi nima deydi? Havas emas endi. Maqsad deyman. Mana Sechenevni misol uchun men butun hayotini o'qiganman. O'xshagingiz keladi. Ya'ni legendalar-da bular endi. Endi biz Ibn Sino haqida gapiramiz, mayli, tibbiyot, meditsinani otasi, gap so'z bo'lishi mumkin emas, lekin baribir o'zingizni personajingiz bo'ladi-yu, qiziqqan personajingiz. Shu haqida aytmoqchiman. Tushunarli. Mayli. Gap aylantiramiz, boshqa joyga o'tamiz. Bitta nozik savolimiz bor, qarang. Yaqinlaringizni davolashga to'g'ri kelgan vaziyat bo'lganmi va ojiz qolgan holatlaringiz? Bu savolim an'anaviy savol. Men hamma kelgan doktorlarga beraman bu savolni. Shuning uchun xafa bo'lmang bu savolimni. Endi yaqinlarimizni qaysi yaqinimiz hammalari birinchi bo'lib bizani eslashadi. Kasal bo'lishsa albatta. Hammalariga qo'ldan kelgancha yordam beraman. Ojiz qolgan paytingiz bo'lganmi? Xudo ko'rsatmasin. Albatta. Meni sohamga tegishli bo'lmasa ojiz bo'laman. Mana pulmonolog vrachimiz o'sha kuni suhbatlashdik. U kishi aytayotdilar, hozir otam kasalxonada pnevmoniya bilan yotibdilar. Davolashga ojiz turibman deyaptilar. Endi ularni aynan sohalari bo'yicha ekanda. Aynan sohalar. Endi meni hammani profilaktika qilib qo'yganman, hammaga to'g'ri o'rgatib qo'yganman yashash tarzini. Endi ularni albatta har zamonda kontrol qilib turasiz. Hozircha alhamdulillah hozircha yo'nchak muammolar, kasal bo'lishmas. Yo'q. Nurlar uzoq bo'lsin. Endi qarang. Farzandlaringiz bor-a? Nechta farzandingiz bor? 3 ta farzandingiz. Proktologiyani tanlasa qarshi bo'lmaysizmi? Yo'q, qarshi bo'lmayman. Tanlayman desa qarshi bo'lmayman albatta. Meditsinaga qiziqishadimi ular? Qiziqishi bor. Siz yo'lingizdan ketishi mumkin. Ketishi mumkin. Va lekin majburlamayman. Majburlamaysiz. Yana bitta oxirgi savolim, imенно proktologiyani, aynan proktologiya sohasini tanlaganingizdan afsuslanmagansiz? Bir kun bir xillarda bo'lib ketadi, bilasizmi? Bekor ham tanlamadim. Nimaga ham tanlamash shu sohani? Ayniqsa terapeutlarda ko'pchilik muammo. Endi ularni haqiqatan ta'sir doirasi kengligi uchun hamma bemor murojaat qiladi. Bizga endi ko'proq xirurgik muammolar. O'zi aslida men xirurgiya yo'nalishini tugatganman. Xirurgiyadan keyin koloproktologiya mutaxassisligi bo'yicha yana alohida O'zbekistondagi hozir bizning davlatimizdagi tartib shunaqa. Xirurgiyadan, onkologiyadan yoki o'sha tibbiyotni ma'lum bir xirurgiyaga oid yo'nalishlaridan proktologiyaga o'tsa bo'ladi. Proktologiyani tanlaganman. Afsusda emasman. Hammasi yaxshi. Bugun kecha kunduzdagi ish faoliyatingiz haqida ikki og'iz aytib o'tsangiz. Qayerdan siz topsiz? Baribir ertaga bizni tomoshabinlarimiz ko'rishadi. Bilasiz, yopiq mavzu, siz Telegramdan qidirgingiz keladi. Baribir doktorimizni kontaktlarini qoldiramiz va nimalar bilan sizga murojaat qilishlari mumkin. Hozirgi kunda ish joyim, asosiy ish joyim Toshkent shahridagi birinchi shahar klinik shifoxonasida. Klinik shifoxonasiz. Demak, jarrohlik amaliyotlari, undan tashqari yana bir nechta xususiy klinikalarda ham jarrohlik faoliyat olib boraman. Ustozimni o'zlarini oldilarida, keyin o'rtog'im bor ular bilan. Doktorimizdan to'g'ridan-to'g'ri konsultatsiya kerak bo'lsa, albatta Telegram orqali u kishini YouTube kanalimiz tagida, videoni tagida ma'lumotlar bo'ladi. U kishiga o'tib shaxsan yozishingiz mumkin. U kishi va'da berdilar hozir. Ya'ni agar bemor yozsa o'zim javob beraman deb. Yordamchilar emas, assistentlar emas, o'zim javob yozaman. O'zlari javob beradi. Vaqtingiz ayamasdan bizni shu kamtarona ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun kattakon rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Tibbiyot sohasi bo'yicha birinchi marta qo'l urildi bu sohaga, bu yo'nalishga. Fikringiz qanaqa?
albatta kerak. Sababi mana dunyo praktikasiga murojaat qiladigan bo'lsak, mayli bizdan ozgina sal uzoqlashsak, masalan, Rossiyada juda ham ko'p tibbiy podkastlar. Yevropada ham shunaqa ko'p, lekin odatda ular ham xuddi mana bizga o'xshagan ommabop tilda gaplashiladi. Ya'ni xalq tilida gaplashiladi. Nimadir murojaat bo'lsa, bu turtki bo'lsin, shifokorga murojaat qilish. Ya'ni shu podkastdan lecheniya olaman degan xulosa bo'lmasligi kerak. Ko'paygani yaxshi, albatta. Albatta ko'paygani yaxshi. Sababi tibbiy podkastlarning ko'pligi aholini tibbiy savodxonligini ham oshiradi. Albatta. Oshiradi. Biz zotan maqsadimiz shu. Ko'rsatuvimiz nomidan kichkinagina bir esdalik sovg'asi topshiramiz. Bu sizni ish jarayoningizda kerak bo'ladigan umiddaman. Mana buni olib kamtarona sovg'a o'zi asli. Ish faoliyatingizda ozgina bo'lsa ham sizga yordam bersa va bizni eslatib tursa, biz xursand bo'lamiz. Sog' salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Iloyim o'zi asli odamlarning ishi sizga tushmasin. Lekin agar muammo bo'ladigan bo'lsa, yetuk mutaxassislarimiz bor, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Tashrifingiz uchun kattakon rahmat. Qimmatli vaqtingizni ayirmasdan bizga ishonch bildirib, studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun. Keyingi ko'rsatuvlarda ham xudo xolasa tor doiradagi savollar bo'yicha yana uchrashamiz, ko'rishamiz degan umiddaman. Hurmatli tibbiy podkast ko'rsatuvini aziz kuzatuvchilari, o'zingiz ehtiyot qiling, sog' salomat bo'ling va yaqinlaringiz sog'lig'iga e'tibor bering.